Yandex chaqirsin, pulimni bersin, atmenni bossang. Men Yandex. Onangning bir chiroyli qizmikan? Qayga ekan, yaxshi qiz. Assalomu alaykum, Chilonzorga. Ha, chiqing, o'zim olib borib qo'yaman, chiqing. Aha, xo'p. Yaxshi qiz, o'zim men taksimasman, biznesmenman, katta bizneslarim bor. Mana yetib ham keldik. Rahmat. Voy. Anaqa pulim uyda qolib ketibdi-de. Bekor gapirdim shu bizneslarim bor deb. Hijolat o'man yaxshi qiz, tushavering. Pul insonda emas, inson pulni yaratgan. Rahmat, yaxshi inson ekansiz. Mehrim tushib qoldi. Mehrim tushib qoldi deydimi? Qayerga tushib qoldi ekan a? Meniki ham tushib qoldi. Sevib qoldim shekilli, ona tabiat. Chaqirma buyni. Uzr akajon. Mehri tushib qolgan qiz-ku. Assalomu alaykum. Kechagi joyga. Mana yetib keldik, yaxshi qiz. Bugun ham pulim qolib ketibdi. Mayli, yaxshidan bog' qoladi, yomondan tog' ham qolmaydi. Rahmat, yaxshiliklaringizga o'rganib qolyapman. O'rganib qolyapman deydimi? Har kuni mashinaga kelasizmi? Olib kelib qo'yaman. Mehri tushgan qizchani bugun kutilmaganda shart ko'ngliga qo'lim solaman. Aka, gijinglagan taqib qo'ying. Как раз бренд Rozo ukamizda 2 dekabrgacha skidka boshda. Shim, oyoq kiyim, sharvarlar Luboy 99 ming, orqamizga kurtkalar 189 ming. Big'illating aka. Ishdan chiqishiga zo'r kiyinib keldim. 3 kun ishlagan pulimga kiyindim. Mayli, baxtim uchun u. Assalomu alaykum. Shahbozdagi bular mana 3 kundan beri ishga olib keladilar. Bir kim pul olmaydi. Juda ham yaxshi amaki. Amaki? Mayli, bugun sizdan ham, akangizdan ham 1 so'm pul olman. Chiqinglar. Aka, yigitiman. Yigiti? Yigiting bormi? Yigiting bor ekan 3 kundan beri o'lgan buzovga o'xshab ko'zing suzmasdan aytib qo'ysang bo'ladi-yu. Ha, mehri tushganmish buni. Senga yoqamanda Brent Rose'dan kiyinib yotibman. O'zim chiroyli kiyindimmi? O'zim horamni chiqaraman. Ha, kep topgan yigitingni qara. Ozgina sabr qilsang, meni ham chachim to'kilardi-yu. Yandexchilarni o'ncha qilmanglar, iltimos.